Mana qaranglar, hozir menda agar imkoniyat bo'lsa, ofitsialniy dilerdan garantiyasi bilan Haval kompaniyasidan rassrochkaga qo'shimcha to'lovlarsiz avtomobil sotib olasanmi desa, qaysi mashinani olgan bo'lar edim? Aynan mana shu savolga javob berishga harakat qilamiz. Biz Haval Yakkasaroy Toshkentdagi eng katta filiallardan biriga yetib kelganmiz. Bu yerda Julion, M6, H9, H6 avtomobillari taqdim etilgan va hozir 8 xil bonus qanaqangi rassrochka mana shularni videosini to'liq ko'rsataman. Bundan tashqari sizlarga sovg'a ham beraman. Qani ichkariga yuringlar. Charchamasdan. Xudo xolisi bugun zo'r yangiliklarimiz bor aka. Hech qaysi Haval avtosalonlarida hali bo'lmagan yangiliklar, ya'ni Havalni tarixida bo'lmagan yangiliklarni olib qo'yganmiz. Bo'lmasa aka tanishtirishni boshladik. Xuddi shunaqa. Birinchi o'rinda mana Haval H9. Juda katta crossoverimiz bo'ladi aka. Haval ichida hozirda eng bahaybat ham shu bo'lib turibdi. Mana shu. Da, xuddi shu o'zi. Xo'p, bu pozitsiyasi eng full bo'ladi. Ya'ni aka 570 millionlik pozitsiya bo'ladi. 7 kishilik crossover bo'ladi bu aka. Yana marka. Endi qarang, mana avtosalonga keldik va avtosalonga tashrif buyuradigan obunachilarimizga, muxlislarimizga mana Darko, Julion, mana S9, H6, bunisi pikap. Xuddi shunaqa. Bu Havalga yagona pikap bo'lgan mashinamiz bo'ladi. Haval Wingle mashinasi bo'ladi va buniki Haval barcha motorlar turbina motor bo'ladi. Turbo motor bo'ladi. Buniki esa atmosferniy bo'ladi. Faqat yagona shuniki, buni nima uchun shunaqa qilib qo'yishgan? Bu ko'proq off-road mashina hisoblanadi aka. Yo'l tanlanmas. Da, yo'l tanlamas, turga tur bo'ladi, lekin komfortlari ham juda zo'r ishlangan, pikap bo'lishiga qaramasdan. Endi qarang, hozir videoning men boshida aytdimki, ya'ni sizlar bilan biz bu videoni tayyorlashimizdan maqsad Haval avtosalonimizda, Haval Yakkasaroyda avtomobillarga rassrochka berish boshlangan. Albatta aka. Mana shunga qisqacha bir tushuntirishni bersangiz, chunki mana hozir M6 ni oldida turibmiz. M6 ning 3 xil pozitsiyasi bor. 3 xil pozitsiyasini aynan qaysi pozitsiyasi bu? Eng fulli? Xo'p, eng fulli bo'ladi aka. Xo'p, birinchi pozitsiyasi 249 million 900 bo'ladi, mexanika bo'ladi. Ikkinchi pozitsiyasi 259 million 900 bo'ladi. U o'sha avtomat bo'ladi. Uchinchi pozitsiyasi 279 million 900 bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz eng fulli lyuklari bor aka, o'ziga yarasha komfortda qo'shilgan. Buni barchasini video davomida biz aytib o'tib ketamiz. Xo'p, bu mashinalarimiz aka hozirda hech qaysi Haval avtosaloni aka menimcha 48 oygacha hech qanday foizlarsiz rassrochkaga chiqarib berishgani yo'q va bu 48 oygacha rassrochkaga chiqarib berganimizdan keyin bu odamni o'sha xarid qilgan insonni o'zining nomiga chiqadi. Bu avtomashina. Xuddi shunaqa zavod narxiga 1000 so'm qo'shilmaydi aka, xuddi o'zining tan narxini bo'lib to'laydi. Mashina 279.900 ming so'mni o'zini to'laydi, расчет. Xuddi shunaqa расчет. Boshlang'ich to'lov qancha bilan chiqadi? Boshlang'ich to'lov eng kami 25% bilan bir kunga aka nomlariga rasmiylashtirib xarid qilishlari mumkin. Malades. Bunaqasi faqat Haval Yakkasaroy avtosalonida bo'ladi. Faqat Yakkasaroyda. Do'stlar, men sizlarga bir nimani aytmoqchiman. Videoni boshida aytganimdek, agar ofitsialniy diler o'zlari mana shunaqangi rassrochkani beradigan bo'lsa, qaysi mashinani sotib olgan bo'lardim. Hozir mana ma'lumotini berishdi M6 ni. Endi sizlar Julionni ko'ringlar. Aka, bu Julion inomarkasi bo'ladi aka. Buni ham 3 ta pozitsiyasi bo'ladi. Buni ham turbo motor bo'ladi, 1.5 turbo bo'ladi. Xo'p, buni opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz juda yaxshi biladi mashinani. O'zi ko'pchilikning ko'nglidan joy olib ulgurdi aka bu mashinamiz. Xo'p, ko'rib turganlaringizdek ollalar, oblisovkalari juda BMW ga o'sha yaqin ishlangan, dizaynlari juda chiroyli ishlangan va komfort jihatda bu juda zo'r. Xo'p, buni 3 ta pozitsiyasi bo'ladi. Birinchi pozitsiyasi 279 milliondan boshlanadi. Uchinchi pozitsiyasi xo'p 329 million so'm bo'ladi aka. 329 million so'm. Bunga ham rassrochka ochildi. Albatta aka. Xo'p, bizi bu mashina o'zi top продажада turadi aka. Xo'p. Lekin bizi xalqimiz uchun bu mashinani ham 36 oygacha hech qanday foizlarsiz zavod narxini bo'lib to'lashga chiqarib beramiz. O'zini pulini xuddi o'zini pulini bo'lib to'lanadi. Boshlang'ich to'lov bunga ham? Boshlang'ich to'lov 25% aka. Xohlasalar, agar menga rassrochka kerak emas, menga 1 yilga olib boraman, menga xohlasalar avtokredit desalar, 5 yillik eng kam foizlarda avtokreditga ham chiqarib beramiz. Eng kam foiz necha foizlik to'lov? Eng kam desa aka 4 foiz, 3 foiz avtokreditlarda chiqarib beramiz. Bu o'zi foizsiz degani. Mayli aka, chiqarib beramiz buni ham. H6 avtomashinasiga alohida to'xtalishimiz kerak. Albatta aka, bu H6 mashinamiz aka individual eksklyuziv ishlangan bo'ladi. Bu obunachilarimiz uchun buni uncha salonga ko'ravermaysizlar. Ya'ni aka oqqa oq bo'ladi. Malades. Salonlari ham juda individual ishlangan. Bitta mashinalarni ko'rsatsak aka, salonlar. To'xtang. Bo'lmasa bunday qilaylik. Do'stlar, hozir mana sizlarga mashinalarni ko'rsatyapmiz-da, sizga savol. Hop. Test drive qilish pullikmi?
hech qanaqa pullik emas aka. Bepul. Test drive qilganlardan so'ng aka bir dona pasport yoki bir dona pravani o'ziga bizda naborot o'zimiz tomonimizdan sovg'alar ham qo'shib beramiz aka. Tekinga test drive qilganlar uchun. Tekinga bepulga test drive qilgan uchun sovg'a ham berasiz. Sizda obunachilaringiz, mani obunachilarim kelishsa aka, tekinga shunday test drive qilishadi, tekinga bonuslarni qo'shib beramiz. Mana meni pravam. Ha, prava sizga beray. Aha. Mana shu mashinani bitta test drive qilsam qanday bo'ladi? Gap bo'lishi mumkin emas aka. 5 minut vaqtimiz ketadi. Xo'p, bitta test drive'ga chiqarib yuboring, H6 ga. Biz aka bonuslarga shunaqa chexolni ham qo'yib beramiz. Ko'z tegmasin. Bismillahirrohmanirrohim. Nima bo'ldi hozir? Aka 2 turbina bo'ladi, eng full komplektatsiyalarda. Xo'p, birdan 100 gacha aka xudo xolisa bir 5 sekundga chiqib ketadi. H6 da necha xil komplektatsiya bor jami? Jami aka H6 da 3 ta. 3 ta. Da. 3 xil. 3 xil bo'ladi. Ya'ni 3 ta pozitsiyasi bo'ladi. Xo'p, 1.5 turbosi bo'ladi, 2 turbosi bo'ladi aka. 2 xil motor bor. Shunaqa 2 xil motor bo'ladi. Eng full 2 turbo hisoblanadi. Konditsionerimiz maza qilib turibdi. Da, konditsioner ko'ryapsiz, 30 gradus issiq ham aka, 38 gradus ekan даже hozir. 38 gradus, ha. 38 gradus. Shunaqa muzdek biz ichkariga o'tiramiz. Молодцы, mashina chotki. Lekin aka, eng главный buni narsasi ходовой bilan mashinani ichi juda komfortga, juda zo'r ishlangan H6 modeli. И komfort bo'lishiga qaramasdan aka, shaharga, misol uchun, shaharga ishlangan bo'lishidan qaramasdan aka, lekin off-road mashina hisoblanadi. Havola o'zi aslida boshlanadi. Ходовойlar bilan. Qani? Haqiqatan ham bunda xuddi bir alohida haligi ходовойi borga o'xshaydi. Shunaqa. Masalan, boshqa mashinalarga solishtirganda, o'zimda hozir meni yurgan mashinaga solishtirganimda, mashinani yo'ldagi yamasiga, o'sha yorig'iga tushganimizda mashinadan biriga kuzovgacha, salongacha, sideniyagacha, mengacha keladi. Lekin hozir bunda xuddi ходовой sistemasi bitta alohida, tepada kuzov bitta alohida, salon bitta alohidadek tuyulyapti-da. Misol uchun hozir o'ng tomon yamaga tushsa, faqat o'ng tomonni o'zi his qiladi. Chap tomonga og'irligi tushmaydi. Mashinada lidar bor. Albatta. Ko'chalarga ham ko'rsangiz, havolar ko'payib ketdi o'sha aka. Ha, Haval M6 juda odamlarga ko'paydi, juda yoqdi, ko'paydi. Haval Julionni ham ko'ramiz. Mana M6. Haval kasoro profiliga o'tib qarasa aka, xo'p, men aytib chiqqanman, shu Trekkerdan arzon inomarka xohlaydigan yurtdoshlarimiz uchun Haval M6 juda zo'r aka variant. Рассрочкаlarimizni eng kam foizli avtokreditlarni yo'lga qo'yganmiz. Sizga yana bitta savolda. Bu mashinani hozir Trekker 2si borlar yoki 12si borlar yoki umuman mashinasi borlar trading qilib sotsa ham bo'ladimi? Albatta aka, albatta. Eski mashinalarni olib keladilar. O'sha kunning o'zida bozor narxidan 100-200 dollar qimmatroq olib qolib aka, mashinani yangi o'sha kunning o'zida salondan haydab chiqib ketadilar. Bir kunda ishini bitirib berasiz. Bir kun ichida, absolyutni. Bir kun ichida kelishadi. Eski mashinalarni xohlasalar Trekker aka, xohlasalar Spark, xohlasalar Nexus 2, Nexus 3, Malibu, Gentra aka, BMW-gacha olib qolamiz. Yangi nasib bo'lsa inomarkani shunday chiqarib beramiz. Aka, hozir bu 2 turbo motor, ha? Xuddi shunaqa aka. Bunda nechta ot kuchi bor? Xo'p, 205 ta ot kuchi bo'ladi aka, 2 turboda, 1.5 turboda, xo'p, 173 ta ot kuchi bo'ladi. Mana polniy привод mana. Ovozlarni qarang aka. To'rtalasi tortyapti-da. Off-road rejimda polniy privodni yoqamiz ekanda. Xuddi shunaqa aka. 6 ta rejimlari bor aka. Bemalol faslga qarab, joyiga qarab o'zgartirib olsalar bo'ladi. Direksionni displey ham chotki ishlayapti, ko'z tegmasin. Samotarmajina bormi bunda? Albatta, samotarmajina bor. Yoqilgan o'zi samotarmajina bor, yoqilgan menimcha. Mashinamiz ham mashinada shu. Polniy привод mashina. Yoqdi, zo'r. Stop start, koja rul, rulimiz yumshoq. Sensorimiz katta. Qochib ketasizda keyin. Bitta narsaga qo'yilib qoldim. Hozir oldimizda gruzovoy mashina ketyapti. Tabloda ham gruzovoy mashina ketyapti-da. Shunaqa.
juda aqlli qilib ishlangan aka mashinamiz. Молодец. Shunda kamera bor, ko'radi, svetoforlarni o'qiydi, znaklarni o'qiydi, peshobodni o'qiydi, peshobodga yo'l beradi tormoz bosib, va skuterga. Skuterga yo'l beradi и to'xtab turgan mashina bo'lsa, o'zi avtomatik tormoz bosib to'xtaydi. Samotar mashinasi avtomatik ishlab ketadi aka. Sizda xayolingiz chalg'ib, misol uchun agar xayolingiz chalib qolgan vaqtda ham oldingizga yoningizga mashinalar agar tiqilib qolsa aka, o'zini o'zi misol uchun samotar mashina qilib yoki o'zini o'zi olib qochadi, sizga signal beradi birinchi o'chiradi. Yonimizdagi mashina yaqinlashdi deb. Ruscha-yu bu yog'i. Shunaqa. Rusifikatsiya полностью. Da hozir 2026-yil modellariga o'zbek tili ham qo'shilgan hattoki. O'zbek tiliga qo'yib qo'ysam bo'ladi. Da, bemalol bo'ladi. Kecha kuni Tracker 2 yaxshimi, Cobalt yaxshimi deganlarga Cobalt yaxshi, 2026 bo'lsa dedim. 25-24-yil Cobalt bo'lsa yaxshi emas, unda Tracker yaxshi. Lekin 26-yil bo'lsa Cobalt yaxshi deganimga juda ko'ngilsiz kelmayapti Tracker 2. Shunaqa. O'zi aslida Trackerdan Mono yaxshi. Bilasizmi nimaga? Albatta. Men uchun shaxsan. Mana shu Haval H6 ni men uchun eng qulay tarafi 2 turbo motor. Ana boring 200 ta ot kuchi deng. 200 ta ot kuchi полный привод. Xuddi shunaqa. Ya'ni подключаемый задний привод. Mashina doimiy holatda oldida tortib yuradi. Orqani ulab haydaydigan bo'lsa mashina orqa oldin. полный привод bo'ladi. Полный привод bo'lgandan keyin qaysi mashinaga teng keladi? Внедорожник, yo'l tanlamas mashinaga teng keladi. Va qorli, tog'li yo'llarda ham bemalol bosib ketaveradi. U Tracker, Cobalt, mana Captivalaringiz ham Captiva Tour ham hattoki faqat oldi tortadi xolos. Hozir ayniqsa mana bu juda ko'p gibrid mashinalar chiqyapti-ku. Endi nomini aytmay qo'yaylik. Gibrid mashina chiqyapti, faqat asosan bitta motor oldi tortish bilan chiqyapti. Oldi tortish chiqqandan keyin u mashinani og'ir 2,5 tonna yukini torta olmaydi u. Qorli, tog'li, sirpanchiq yo'llarga. Bu mashinani olsak, o'zi 1800 kilogram atrofida shaxsanda endi misol uchun, chunki mashina gabariti katta, lekin off-road funksiyasini yoqib, полный приводda xohlagan bemalol ketsangiz bo'ladi. Yo'lga ketsangiz bo'laveradigan mashina bo'lyapti-da. Endi keyingi savol mana shu o'rinda aynan mana mashinani brendi va boshqa mashinalarga solishtirgan holatimizda rasxodlari haqida qisqacha aytib bersangiz. Xo'p, rasxodlariga keladigan bo'lsak aka, xo'p, shunaqa gabaritiga bo'lishi qaramasdan aka, shunaqa katta gabarit bo'lishiga qaramasdan, Choltimizani shaharda ichiga aka 7 ta 8 gacha ham berdi. 7-8 litr. Xuddi shunaqa. A уже danliga o'sha 7-6 shunaqa tushib qoladi aka, yog'i o'zlari tushiradilar. Maksimal aka 10 tagacha yeydi. Havo shahar ichiga maksimal 10 tagacha. Xuddi shunaqa. Hozir men cruise controlga ketyapman. Eng qizig'i oldimdagi mashina bilan masofani o'zi saqlab ketyapti. Gazni bosganim ham yo'q, tormoz bosganim ham yo'q. Yoqdimi? Undan ham qizig'ini aytay. Shahar ichida 30 km/s tezlikda ketyapti. Asosan cruise control 40 km/s tezlikdan keyin qo'shish kerak. Mana. Hozir mana 20 ga tushdi. Mana endi sekin tezlayapti. 27. Menga yoqadigan funksiya bunda ham bor ekan. Aytaymi qanaqa? Mashinani cruise controlda qo'shasiz-ku. Mana o'zi to'xtayapti. Mashina cruise controlda qo'shganingizda 1 kilometrdan qo'shmaydi, 5 kilometrdan qo'shadi. Bitta bosasiz 35, bitta bosasiz 45, tushunasizmi? 40, 45, 50. 5 dan qo'shadi, 1 dan qo'shmaydi. Mana hozir 20 ga o'zi sekin tushyapti. Xabar shunchalik rivojlanib ketganmiding? Ertaroq aytmaysanmi? Seni oldinga kelmaymanmi? Men o'chirdim tormozni bosib. Mana yoqdim. Mana o'zi tormoz beryapti, men to'xtaganim yo'q. Ana. Men tormoz bosmadim, men gaz bosmadim. Ozgina oldimdagi mashina jildi, bu ham ozgina jildi. Mana shu narsa lider, mana shu narsa samotarmajeniya, mana shu narsa bo'lganda kechagi mudhish avariya bo'lmasmidi degan o'yga bordim. Shaxsan men. Avvalo Xudo Alloh aytgani bo'ladi, peshnaga yozilgani bo'ladi. Shunaqa bo'lish kerak ekan, shunaqa, lekin bandasi unga sababchi bo'ladi. Sababchi bo'lib qoladi. Shuning uchun shu narsani sizlarga yetkazishga harakat qilyapmiz. Kim bizga test drive qilsa ham, aka tekinga biz ham shunaqa firmenli sovg'alarimizni taqdim etamiz. Haval Yakkasaroy. Bu aka H6 modelimizda bo'ladi, qoraga qora, bu ham 2 turbina bo'ladi, eng full bo'ladi. Xo'p. Buni aka biz shunaqa условияlar ochib qo'yganmiz. Ko'rdingiz, qanaqa premium mashina bo'lishiga qaramasdan hadoviy mashina hisoblanadi. Biz xalqimiz uchun aka, nasib bo'lsa sizning nomingizga kelishgan
mijozlarimiz uchun ham zo'r yaxshi chegirmalarimiz qilib beramiz. Hozirda bu mashinamizni aka 48 oygacha hech qanday foizlarsiz rassrochkaga chiqarib beramiz. Shu mashinani ham. Albatta. Rassrochkasi bor. Rassrochkasi bor, yetmaganiga 5 yillik eng kam foizlarda avtokreditlarimiz ham mavjud. Ya'ni hozir biz aytgan Haval Julion, Haval M6 ga Haval H6 ni ham qo'shsak bo'ladi. Albatta, bemalol. Zavod narxidan aka hozir uchala pozitsiyasini ham 10 million so'm kamiga chiqarib beramiz. To'xtang, hozir 10 million so'm ham arzon, ham rassrochkami? Xuddi shunaqa aka, rassrochka bo'lmaydi. Misol uchun naqdga avtokreditga xarid qilsalar, 10 million so'm zavod narxidan tushib beramiz. Hamma pozitsiyasini. Albatta, avtosalon tomonidan bu mijozlarimiz uchun, xalqimiz uchun qilinadigan. Malades, ko'z tegmasin. Iloyim, mana shunaqangi aksiyalar ko'payaversin, xalqimiz maza qilib olsin. Men sizlarga bitta sekret aytib ketay. Qarang, shu kunlarda bitta yangilik bo'ladi, qarab turing. Nasib bo'lsa, obязательно kutib qolamiz. Oladigan vaqt, keyin ola olmay qolasizlar. Ne aytdingizlar? Aka, bu H9 modelimizda bo'ladi. Xo'p, bahaybat crossoverimiz, Haval ichiga eng bahaybat crossoverlardan bittasi hozircha shu bo'lib turibdi. Xo'p, bu ham aka off-road, внедорожник hisoblanadi. Buni ko'pincha akalarimiz biladi. Yaxshi o'zimiz aynan fermaga ishlaydigan, zavodga ishlaydigan akalarimiz olib ketishadi. Ya'ni bu tog'larga, shunaqa katta joylarga ishlaydiganlar aka, buni misol uchun shunaqa ustavalar qilib qo'yganmiz. Bu mashinamizga katta bo'lishiga qaramasdan narxi misol uchun 560 million, 570 million hozirda. Bu ko'rib turgan mashinamizda 569 million 900, ya'ni 570 million. Buni ham aka 2 yilga hech qanaqa foizlarsiz rassrochkaga chiqarib beramiz. O'zini tan narxini bo'lib to'lashga. Necha foiz to'lanadi boshida? Xo'p, boshlang'ich aka 50% to'lasalar, qolgan 50% ni rassrochkaga chiqarib beramiz. Malades. Endi mana shu yerda keyingi savol, bu eng kattasi va eng katta aka. Albatta. Eng kuchlisi. Buni bitta mladchisi, kichkinasi bor. Dargo mashinasi. O'shani bitta ko'rsataylik. Bu 7 kishilik bo'ladi, Dargo 5 kishilik bo'ladi. Bu 7 kishilik bo'ladi. 7 kishilik crossover bo'ladi. Dargomiz 5 kishilik. Dargo 5 kishilik bo'ladi, lekin aka buni ham juda ko'pchilik xarid qilishadi. Aka-ukalarimiz fermalarga, katta zavodlarga ishlaydigan buni turishlari xuddi o'shani aka aytganingizdek, ukasi kichkinasi. Ko'zlari. Buni ham aka ikkita pozitsiyasi bo'ladi. Xo'p, 400 millionga 430 million bo'ladi. Ikki xil. Xuddi shunaqa. Endi aka bu o'shani ukasi, H9 ukasi. Albatta aka, bu ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi, ya'ni full bo'ladi. 429 million 900 bo'ladi. Bu tur kara tur bo'ladi, ya'ni tur X tur oldin orqa tortadi. To'rto'la balon tortadigan versiyasi. Xuddi shunaqa. Absolutni komfort и premium darajada ishlangan. Aka ichlariga Alcantaroni shunaqa materiallar ishlangan. Alcantaro bilan koja xuddi gibrid. Kombinatsiya qilingan, patologlar qora, salonlari ham qora, patologlari ham qora aka. Xo'p, 14 dyumli monitorlar bo'ladi aka. Bunga ham head-up displeylar bo'ladi, elektronli tablolar bo'ladi, multirullar bo'ladi, cruise kontrollar bo'ladi. Hozirgi misol biz tezroq qilgan Haval H6 avtomashinasi bor-ku. Xo'p, u bilan buni orasida qanchalik farq bor? Deyarli farq yo'q degan bo'ladi, lekin buni aka dizayni ko'pincha off-road stilda ishlab chiqargan. 100% off-road stilga moslab ko'rganlarda bu yo'llar ham sal jo'skiroq qilib, mashina xuddi shunaqa bu off-roadga moslashtirib chiqarilgan. U mashinamiz esa shaharga moslab chiqarilgan. Lekin off-roadga ham chiqaveradi. Off-roadga ham bemalol. Xuddi shunaqa 4x tur, 2 turbinasi bo'laveradi. Infinity kolonkalarimiz, akustikalari juda zo'r ishlangan aka, oxirgi komplektatsiyalarda ishlab chiqarilgan. Malatsi. Ana endi buni ham ayting. Buni qanaqa foyda, qanaqangi bir imkoniyatlar? Buni ham aka xudo xolasa 5 yil avtokreditlar chiqarib beramiz. Keyin rassrochkalarga ham chiqarib beramiz. Leasing orqali bemalol Dargo mashinasini ham xarid qilsalar bo'ladi. Albatta. Keyin yana bitta eslatmani aytaman aka, zavod narxidan shu mashinani kelsalar 25 million so'm kamiga chiqarib beramiz. Qancha? 25 million so'm kamiga aka. Yaxki. Mana qaranglar. 430 milliondan ikkinchi pozitsiyasi 405 millionga tushdi. Xuddi shunaqa, eng full. 399 million, 400 million deylik. 400 millionligi minus 25, 375 millionga tushdimi? Xuddi shunaqa. Olib qoladigan vaqt ketdi. Hammalarni kutib qolamiz. Bunaqa ustavalar aka. Haval Yakkasaroyda. Albatta. Pin kodni bilinglar. Uzobzordan ko'rdik. Haval Yakkasaroyda. Albatta, akamning nomidan kelsanglar, o'zimizdan tomonimizdan ferminli bonuslarini ham qilib beraman aka. Nechta bonus? Nasib bo'lsa aka, xohlagan modelni xarid qilinglar, 8 ta bonus qilib beraman.
и akamning nomidan kelsanglar 9 ta bonus qilib beraman. UzAvzordan deylar. Albatta. 9-inchisi paydo bo'ladi. 25 million skidka, 10 million skidka faqat Xaval Yakkasaroy. Endi bitta narsani tushuninglar. Nima sababdan biz Xaval Yakkasaroy so'zi qayta aytishga majbur bo'lyapmiz? Sababi boshqa Xavallarda yo'q. Xuddi shunaqa. Boshqa respublika bo'yicha Xaval avtosaloni ko'p. 12 ta viloyat ham. Viloyatlarda hamma joyda bor, servislar bor, zavodi bor, o'zimizda ishlab chiqariladi. Bor, lekin Xaval Yakkasaroyda shunaqa aksiyalar bor. Boshqalarga borib so'rasanglar xafa bo'lishadi. Chunki ularda u narsa yo'q va ular unaqa 9 ta sovg'a bermaydi. Keyin aka servisi bo'yicha respublika bo'yicha eng arzon servis bizaniki bo'ladi aka. Shu yerda. Bemalol hisoblatib, bizga telefon qilib servisimizga bemalol o'sha narsani qaytadan hisoblatib ko'rsa aka, kamiga 3 millionlik narsa bizga 1,5 million. 50% gacha. 50% chegirma. Malades. Agar meni imkoniyatim, pulim muammosiz bo'lganda, однозначно mana bu mashinani olgan bo'lardim. Bu Xaval H9 2 turbo polniy привод funksiyasi bilan 7 o'rindiqlik oilaviy avtomashina va men bu avtomashinani sizlarga o'tgan safar aytganimdek tuya, ya'ni eng yuqori, eng baland, eng himoyalangan, eng bezopasniy. Lekin cho'ntagim sal slabiyroqmi? Men aytganman avval ham, mana bu yerda 2 xil, 3 xil modellar bor. Xaval Julion bor. Bu shu bir ayollar uchun deylik, yoshlar uchun. Lekin meni yoshim katta, 3 ta farzandim bor. Lekin menga Xaval M6 ham juda ham yoqadi. Chunki Xaval M6 avtomashinamiz, bu avtomashina uzun, katta, keng. Bitta nosi men uchun, sizlar uchun plus bo'lishi mumkin. Material salon, kojinli salon emas. Lekin mana shu yerda bu avtomashinani yoki Julionni to'lovlarini, pullarini hisobidan agarda imkoniyatim yetsa, mana bu oqqa oq Xaval H6 ni olsam bo'lar edi, olgan bo'lar edim. Nimaga? Birinchidan va eng maksimal narsa bu 205 ta ot kuchi, 2 turbo motor va 4 tala balon tortish funksiyasi. Nimaga? Bilasizlar, men ko'p yurishni xohlayman va ko'p yuraman ham. Va ana shu ko'p yurganda toqqa chiqish bo'ladi, tog'dan tushish bo'ladi. Ana shu funksiyalarning hammasi, undan tashqari mana bu yerda aytilganidek boyagi lidar moslamasi bor. Oldinda harakatlanayotgan avtomobilning tezligini o'lchab, ko'rib, agar u to'xtasa, bu avtomashina ham tormozni bosib, to'xtash harakatini qiladi. Shu boisdan ham Julionda ham bu funksiya bor bo'lishi mumkin, lekin M6 da yo'q. M6 yoki Julion emas, aynan H6 ni olgan bo'lardim. Endi bundan ham vobshe pul ko'payib ketsa, Darko. Lekin Darko umuman yo'l tanlamas, plastik, tog'larga, qumga, toshga, changga mo'ljallangan bo'lsa, bu городской. Shaharga kam расход. Расходni kam qiladi. Darkodan ham, H9dan ham. Bu H6 расходni kam qiladi va mashina plavli oqib yuradi. Bu meni tanlovim. Siz tanlovingiz qaysi biri bo'lishi mumkin? M6 mi, Julion mi, H6 mi, Darko mi, H9 mi? Qaysi birini olganingizda ham sizlarga 9 ta bonus Xudo xohlasa oldik roziligini. Undan tashqari mana Xudo xohlasa avtosalon xodimlaridan va'dalarni oldik. 10 million chegirma, 25 million chegirma, bularning hammasini Xaval Yakkasaroyda bo'lyapti. Boshqa Xavalda emas. Shunaqa gaplar UzAvzor Muhammadjon, uzoqlashmaysizlar, like bosib qo'yasizlar va yangi kanalda ham, eski kanalda ham, Instagramda ham aktiv bo'lib tursalaring, bir nechta sovg'alarni sizlarga podarka qilib beraman.